Bugun bolalarimni olib aylantirishga olib bordim va ularni plashatkaga olib kirdim. Plashatkada mazza qilib o'ynashdi. Mazza qilib o'ynashayotganini ko'rib, vaqt qanaqa o'tib ketganini ham bilmay qolman. Bilasizlar, hozir Ramazon oyi, uyga borib iftorlik tayyorlash kerak. Va men uyga yetib bormasimdan korzinka go'ylovasiga kirib, bozorliklar e'tiborni boshladim. Korzinka go'ylovasida birinchi uchta xaridingiz uchun 90 ming chegirma. 250 mingdan oshgan xaridingiz uchun esa bepul yetkazib berish xizmati. Agar vaqtingizni tejamoqchi va skidkalardan foydalanmoqchi bo'lsangiz, tezda korzinka go'ylovasidan zakaz bering. Biz uyga qaytdik va ozginadan keyin buyurtmalarim keldi. Qulay tarafi meni vaqtimni juda ham tejab beradi. Kelinglar, sizlar bilan nimalar xarid qilganimni ko'rib chiqamiz. Ro'zg'or uchun kerak bo'lgan hamma narsani topishinglar mumkin. Endi esa bemalol iftorlikka tayyorgarligimni ko'rsam bo'ladi. Sizlar ham iftorlikka ulgurish uchun hozir skidkadan foydalanib zakaz berib olinglar.